Bugungi videoda biz yana Minecraft imperiya qurish videosini olamiz. Mana shu imperiyada yashab qolib qurilishni boshlashimiz kerak. Bu yer biroz rivojlangan, lekin uncha yaxshi rivojlanmagan ekan. Sandiqlar yo'q mana bunda, kamonchi. Yaxshi, lekin bularga tegmasligimiz kerak. Aks holda rasoqimizni chiqarishadi. Qishloqlar anchagina ko'p. Hammasi zo'rdan zo'r bo'lgan. Faqatgina qurollari yo'q, menga o'xshagan. Paq-puq qilib otadigan. 3-4 ta mod qo'shib qo'yganman, shunga pichoqchilab bo'lib turadi. Xo'sh. Imperiyani tetlashtirishimiz kerak. Shuning uchun men uni olib tashlayman. Mana shunday. Shu qishloqlar yordam berib olamiz endi. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Hech biri yo'q ardamda. Shunaqa kriptovalyuta qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, shu eshakni qo'yib qo'ysam yaxshiroq bo'lar shekilli. Mana shunday. Xo'sh, bu yerda bu nima ekan? Qani? Taqtali, xo'sh, izmirlikda qircha sizak bor ekan. Muzlatadigan qanaqadir qilich, otadigan, ko'cha o'tkazadigan biz. Biroz ko'p narsa sizak bor ekan. Bu nima qiladi? Endi bizda VIP mana qanday VIP narsa bor ekan. Zo'r narsa ekan. Tushunmadim. Nima bu nima? Shlepalarni qo'shib modda birikdi. Xo'sh. Borankan. Sizak bor ekan. Bir dunyo narsa qo'shganman bitta. Qarab bo'lmaysizlarda. Deydi sizak bor ekan. Xo'sh. Dizayn yaxshi. Yaxshi. Katmi bu? Bizga yodlik kerak. Xullas, bolalar, bugungi videoda biz ana imperiyachani egallab olamiz. Aniqroq Qaraqchilar qishloqchasini. Olib tashlayman hammasini. Bitta o'zim. Xo'sh, birinchi borib olamizda va hammasini birdan tinchitamiz. O, qaydasizlar? Men sizlarni ajaliyman. Opa, kirib ketdik. Nachora shu yerda pola o'tiramiz. Xo'sh, qurolni o'qib oling. Opa, ana chiqdi. Mana bu yoqqa ketchi. O, qaqa. Menimcha meni qo'rqib ketdi. Xo'sh, yotib o'tirayotgan qotlaymiz. Menga mob kerak emas. O. Ana ko'rdi. Qani yoqqa. Mana seni. Mana. Qara urishaman, otlayman seni. Mana shunday. Xo'sh, yana kim bor? Chiqsin yoqqa. Chiq. Yaxshisi kirmay qo'ya qolay. Birdan hujum qilsa ketdim lekin. Mayli, chiqish joyi bor ekan, mayli. Necha xo'sh, bu yerda ikkita bola bor. G'ing'illashlar eshityapti ularni. Eshikni ochayinchi. Alo, voy, qani, qayda kelding? Uchib bording-ku meni. Nanati? Masitaga, men. Nasibingni ol. Nima battar ushurchi. Nanati? Saqada bordim men. Qoch, o'lib ketaman hozir. Barakat. Men effektni chiqishtirib yubordi. Yaramas. Nima qurolli zombi qaydan kelib qoldi bu? Hozir meni olib tashlaydi. Voy, sen qochib ketaman deydi. Yordam berib olinglar, ey. Orqadan kelmayaptimi? Falokat, qurolli zombimi mana bu? Tushunursin senlarni. Voy, hozir o'lib qolaman. Tez senchi. Atiyat hayrat. Salonimiz o'lib ketardimi? Qurolli zombi qo'shildi. Falokat uyasi. Minada de senlarga. Qay ko'rinasan bo'lib qoldi, birdan tushunolmay qoldim. Mayli, qayta qolay. Ne joy ekan bu yerlar. Vaqtimiz yo'qda shaxta bor ekan. Yaxshi. Bu yaxshi. Shaxta bor edi. Xo'sh. Birinchi qilgan ishimiz bu yerdan ko'raverib va birinchi uxlab olamiz. Ishlarni boshlaymiz. Ertasiga xo'sh. Opa, uxlab olmaskan-ku. Aytaychi, senlarni yo'qliginglarni qaytarib berishim kerak. Xo'sh. Pas qochira olasanmi? Harakat. Mana bu borda bo'lmasa qayda borardim men? Chiqdi, mana. Nima uchun bo'lmayapti?
Ha. Baraka qotyapti yana. Hmm. Yomg'ir paytida ishlab bo'lmaydi lekin. Xo'sh, bizga versak kerak, versak. Oddiy versak kerak bizga. Xo'sh. Sizlarda oddiy versak yo'q o'xshaydi. Mayli tashqarida versak esa bo'ladi o'zingni. Xo'sh, qayerda nima bo'lar ekan? O'zini bor ekan. Onamizni tashlab yuboramiz. O'zi satyan joni tugab bo'lgan ekan, uraverganini. Xo'sh, kirishni oldiga qo'yib qo'yamiz va ishga kirishamiz. Mana bunga opa, bayroqlarga e'tibor bermaysizlar, buni moddan kelib qolishgan endi moddan. Bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Bu nima deysizlar, bu ko'paytirib beradi, bloklarni ko'paytirib beradi bizga. Devor qurishda yaxshi ishlatsa bo'ladi. Xo'sh, qayerda ekan? Qo'llab bo'limi. Xo'sh, bu emas, bu ham nima ekan? Yonma-yo. Buncha narsa qayerda qo'yaman? Xo'sh, qayerda ekan? Xo'p. Yaxshi narsalar ekan, lekin bular bizga hozircha kerak emas. Yasashni ham bir qiyin ekan. Haqiqatda qiyin. Hozir qayerda tushiradi hozir. Mana qilib ochib olamiz. Ha, bizga mana bunaqa pastamiq kerak. Shuncha miltiq bor deysizlarmi? Lekin bu boshqacha qurol. Juda kerak bo'lib matoq desa ham bo'ladi. Hozir barakat. Lekin baribir hozircha bunaqasi kerak emas bizga. Xo'sh, bizga mana shu kerak. Hozir men esladim-ku. Xo'sh. Zombilar yo'q. Birinchi navbatda biza devor qurib olishimiz kerak, chunki mana qishloqlar to'g'ri kelgan joyga qochib ketaveradi bular. Qishloqlarni tinch desa tinch qilaveradi bular. Xo'sh, mashina boshlaymiz. Zombilar spam bo'lmasin. Zombi spam bo'lsa bizga muammo. Xo'sh, buni ishlatishning yo'li faqat blok bosamiz va ishga kirishamiz. Mana shunday ishlatib beradi. Xo'sh, buni buzib tashlaymiz. Bizda qancha ko'p blok bo'lsa, shuncha foydali o'zimizga. Yana blok bizga kerak emas. Harakat blok tugab qoldi. Kerak paytda blok qolmaydi-da shu. Aniq qiladi. Xo'sh, unday bo'lsa, chaqda tushamiz. Hozir ob-havoni to'g'ri bo'lmasa bo'lmaydi. Yo, bu emas. Hozir shu yerda bo'lish kerak. Mana. Chunki menga quyosh kerak. Quyoshsiz esa men ishlay olmayman. Nima desam bo'lar ekan? Tun bo'lganini bila olmayman. Shu qotayotgan o'ylaydi ko'rim. Opa, ketishyapti. Bu esa juda yomon. Chunki chaqda tusha olmayman kech bo'lganda. Xo'sh. Nima deysiz? G'az joydan zombi ketib qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi-da, shaxtani. Lekin baribir tushaveramiz. Menga desa o'chirmaymanmi? Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Tagini yiqitib turaman. Xo'sh, bu yerda menga arzigulik narsa yo'q. O'zi ro'da emas, tosh qazmoqchiman-ku. Ko'ringlar qayerda tintayman men. Bistadan ortiqlar blokka bizga, xo'sh. Yana. Xo'sh, barakalla, yaxshi. Barakat, sinib qoldi. Kerak paytda sinadi-ya o'zi ham. Barakat, zombilar yurtmi nima qayda? Hech qayerda zombi ko'rmayapti, bu yaxshi. O'zimdan qo'rqaman, hamma yerda jitillarni bor bo'lsa. Qarang, shu nima bu? Yo'qotishani. Juda jonli tib oldi shu ham. Xo'sh. Aytaylik, men shukron ishlab ko'rmadim. Mana bu narsa bizga endi kerak. Yo'q, men musor ekan mana. Qo'rqqan narsam ketdan qoldi. Xo'sh. Hozir mana shuni kirib olamiz. Yasashni boshlaymiz. Xo'sh, bizga yana nima kerak edi? Aksiga olib temir blok ham yo'q-a. Temirdan narsa yasayman desa. Bo'ldi, mana bu narsa nima ekan?
Agarda bu modda qo'shilgan bo'lsa, bu bizga juda foydali. Aniqroq aytganda 9 blok sindiradigan mana shu bolg'acha bo'lishi mumkin. Nima hujum bo'lyaptimi? Qaydada? Qachon? Bo'lajak, qanday hujum bo'lyapti? Ha, bular hujum boshlansa mashq degan narsa chiqarishadi. Yo'q. Ha, bu ham oddiygina sindiradigan ekan. Lekin yaxshi ekan. Bu bizga yaxshigina foyda. Foydali narsani sadaqasi arziydi. Shuni mana shunday. Bo'pti, tashkent gapirmay qo'ya qolay. Sharhlashni keragim yo'q. Juda g'alati bo'lib ketdi ochig'i. Zombi qilishlar haqiqatda juda ham g'alati.
Biz ana shu imperiyaga borishimiz kerak, lekin borolmaymiz hozircha.
Zombilarni o'ldirib bir qo'rqinch ham qo'yapman ochig'i. Birinchi marta ko'ryapman. Yoshini portladi lekin. Hoppa, ko'payib ketibdilar. Mana bu yoqgacha yaqinroq kel. Yana bormi? Qo'ygan qo'yib qoldi la'nati. Bu yerga kerak. Menimcha kekamni olsa hammasi tushsa kerak. Harakat bemirishmaydi. Nima uchun gap gapiryapman? Shuncha tomog'im og'riyapti. Shunga ko'p gapirolmayapman. Hadi o'zi tovushimga ham hech kim e'tibor bermaydi. Hoppa, yomg'ir yog'ayapti. Mayli, endi chiqib qolay. Aksiga olib fakiram ham qolmay qoldi. Ko'mirni esa ba'zi tashlab kelganman. To'g'ri, xo'sh, yaxshi. Bas taklif ketishib o'ynaydi. Ketasi bir jinnixona bo'lib qoladi. Qurishli zombilar, qurollargacha. Tekin yo'l ketaman-ku. Qasam eshikni ochiq qoldirdi. Yana bola bo'lyapti bu yerda. Skeletlar la'nati. Qo'l ko'zimga uradi. Ana ichini uryapti. Bola bo'lyapti, o'zi shuni bo'lmaydi ba'zida. Tinchlik uyda ba'zan ham bir tinchlik kerak. Xo'sh. Mayli. Tayinda chaqda bor u. Shuncha zombining ovozi kelyapti. Xo'sh, qayerga ketdi? Bu yerni ham bir tekisda qo'yish kerak. Xo'sh, menga bitta tushib ketsa bo'ldi. Ko'proq qancha vaqt kerak menga, juda ko'p kerak. Nima bola bo'lyapti bu yerda? Yonma-yon zombimi yana? Bitta zombiga shuncha yetilmi? Qanaqa bir yetilib bo'ladi yana? Nima uchun otasizlar bir? Hop, hozir zombilarga chiqish yo'l yasab beraman hop. Chiqish yo'l yasab beraman aniq. Diqqat, creeper. Harakat nima uchun uxlamayapti bir? Harakating. Mana senga. Qani kela qol. Nima menga otasizlar? Pasportga ketadi-ku. Harakat. Toza jinslar bir. Zombi meni. Qurol bor-ku mana. Tushundingmi? Qurol qo'yib qo'yganman lekin. Bunisi yaxshi qadinga. Qisqamay turgan. Ye qurol ishdi. Endi past yaqinga tushaman ekan. Xo'sh, meni bir yaratib qo'y.
Voy, qayerdan otdi? Kim otdi? Nima tinmay qolishadi ba'zida jiydalar. Otsa bo'ldi. Yana bitta jiyda. Qo'rqib turgan joyim yo'q. Mana shu yerda faqat suvmi? Ovqatini olishim kerak. Mana shu yerda nima savdo qilasan? To'da. Yeb qo'ya qol ekan deb o'ylayman. Mayli. Biroz joyinja kerakdi. Vaqtimiz yo'llar bor, bo'lmasa kezaman men ham. Diqqat, chatonda zombi qurollangan harakat qurol bor ekan. Mana shunga. Ha, barakalla. Aqlli zombi. Nima? Shu arzimagan narsalarmi? Shanba. Qanday bir balolar. Yetikdan beri. Sening o'zingga bersin. To'dachi buni dizayni qanaqa ekan? Shu toshlarni olamiz. Qani ko'raylikchi. Oddiy shlyapa shunaqa. Hech narsa qilmaydi. Oddiygina shlyapa dizayni yomon emas. Ha, he. Mana men haqiqiy askarman. Mayli, temirlarni himoya qilayotgan zombi bor ekan mana yerda. Temirlar meniki. Senga nasib qilmabdi. Mana vaqti. Mana vaqti o'ldiraman seni baribir. Temirlar menga nasib qiladi. Senga emas. Oqlan yemayaptimi? Uncha ko'payib ketyapti bular. Qayerga kelyapti endi? Mana shunday. Urolmaysan-ku. Battar bo'l kuningdan. Islamabad uchun yoritib qo'yamiz. Mana general ham bor. Qani qilichingni menga berchi. Sinib qoladi. Kerak sinib qoladi ya. Otib o'ldiraman. Qani bosh kapitan. O'qdan bir yeb ko'ringchi. Lekat. O'qla. Bitta qoldi. Shunday nima keragi bor? Bularni barini o'zi tomon o'ynagan. Shu yaxshi bir temir bor ekan. O'zi qanchaga cho'zib ketgan bu yerda tushunmayapti. Mana yerda xuddi suv bor ekan. Так, стоп, buyurman снаряд. Yo'q, buyurman. Shu qayerda faktor qo'yamiz. Bo'ldi, endi yana jimtni rostlaymiz. Temirlarga sakkiroq kelaman. Shu yerdan yo'q qo'ying. To'g'ri yerda sam bo'laydi. Shu yo'lda. Kesmettimizdan. Shu yerda. Yana bitta zombi. Qani keyinchi denab. Olmay qoldi meni. Shunday. Shuni yo'q faktor qo'yib ketgandik-ku. Qurolli. Yordam beringlar, hozir meni o'ldirib qo'yadi. Mencha jiddilan boshqa vasvasa qolma. Yo'q. Jiddilan zombi qilib qo'ydi bularni. Qilichim qani. Yo'qol. Mana senga. Yevolamiz. Hozir to'mga tegmayapti. Qotib yomon bo'lyapti. Kim uchun rahmat. Xo'sh, menga ishlayapman, bir chaqirib keragi yo'q.
Shiming ham o'zingga buyursin. Quroling ham tamom bo'lgan ekan. Mana shu kerak emas. Kiyiming ham o'zingga buyursin. Lekin bolam menga qaranglar. Qur'onni qo'yamiz. O'qim yo'q-ku, chalaveram. Menga nima to'g'ri kerak ekan? Qani ko'raylikchi. Xo'sh. Baynet. Net. To'g'ri yozdim. Bayonet ekan. Bay. Katta bo'lgan ekan. Ayoy. Falokat o'lib qoldim. Mayli, baribir shu ketaverdim. Qo'yardim, xalaq berib qolib bo'lmasa ketardim. Jitilarni o'zi ketadi kimdir. Haftadan. Ani qurish boshlandi. Xo'sh, ishga kirishamiz endi. Xo'sh, jitilarni ishga kirishamiz. Urush boshlab bo'lindi. Qadam bosadi. Bu yerda emasdi. Xo'sh, qayerda edi? Mana shu yerdamidi? Yo'q, bu yerda emas. Mana shu. Xo'sh, jitilga tegmalaring. Zombida bosqini. Urush. Diqqat, urush boshlandi. Diqqat, urush. Jitillarga tegmalaring. Yo'qollanmaring. Falokat yana o'lib ketishdi yana. Ana endi haqiqiy urush boshlandi. Xo'sh, qurol qani edi? Mana shu ekan. Zombilar bosqini raid boshlandi. Hamma jangga kirishsin. Yer ostiga hamma. Qur'on bozib istaganini qilaman deb o'ylayman. Qani ikki kishiga bir kishi nohaqlik. Xo'sh, qani ke, kapitan, o'l. Musulmonlarmi? Hop. Menga bosib ketdi hamma zombi. Mana baxtga. Sen va men birga bir. Mana seni. Haqiqatda ishlar jiddiylashyapti. Creeper faqat seni metro deymenga. Yo'qol. Tachqo'ylar meni. O'zi ketdim endi. Nohaq qilar ekan. Boshqa yoqdan keldim, opa chiqolmay qoldim-ku. Opa, endi qayerdan chiqaman? O'zim qamalib qoldim. Ayo, mana yerda ekan. Xo'sh, baxt keldim. Qayerda edi hozir? Chiqish yo'lini yopish kerak. Mana yerda. Seneriya. Falokat. Qani bo'la qol, vatan uchun jang qil sen. O'l. Qani bo'la qol, jang qil. Men madad kuch chaqirganman. Yo'qchi nima lekin mayli. Faqat zombilar hujum qilishyapti. Bo'lmayapti. Creeperni o'ldir. Barakalla, o'zimiz jangchilarim. Xo'sh, mayli, videoni tugatish kerak. Shundan ko'pchilik o'lib ketdi. O'shayda. Bu imperiyani yuksaltira olmayman. Chunki hali beri eplab o'ynolmayapman Minecraftni. Mayli, do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Minecraftni pichirasi o'qidim, lekin shunga shukr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammaga xayr.